510 yılda Apanay Mescidi binasın rekonstruksiyalarga ko'p kuch qo'ydik. Biri de Müslüman cemaatçilari, bizning mahallamiz, davlat organlari birgalab turishib, mescidimizni shunday ko'rkam qiyofatga keltirdik. Ham hozir bizning oldimizda masjid ochshuv masalasi turibdi. Hozir endi bizning bir qadar kommunal xizmatlari bilan tuzuklantiruv ishlari qoldi. Ham bugun ezgi juma kunida biz bu masjidning durust qibla yo'nalishini boshqarish bo'yicha astronomiya kafedrasining bilgichilarini chaqirdik. Yerida Almaz Galiyev isimli bilgich tegishli geodeziya metodologiya bo'yicha o'lchovlar o'tkazdi. Ham mana shu nuqtalar bo'yicha endi bizning qibla yo'nalishini belgiladi. Ko'rasizki, u yo'nalish bizning masjid binosi bilan qibla yo'nalishi bir nechalar ayrilgan. Tugal aytsak 29 gradusga hosil bo'lgan ayrilma. Bu endi albatta tarixiy sabablar bilan anglashiladi. Chunki ushbu masjidimiz 18-asrning ikkinchi yarmisida tuzila boshladi. Yekaterina II Abi podsho amri bo'yicha hamma ko'p tarixiy sabablar aytuvuncha bizning Apanay masjidi u ilgari Qozon xonligi vaqtidan kela turgan tosh masjidning negizini qurildi. Ham hattoki qolgan olimlar raslaricha bunda negizigina tugul, qolgan tosh qurilmalarga saqlangan bo'lsa, shu qurilmalarga o'stirilib, mana bu masjidimiz bino etildi. Shuning uchun endi albatta u burungi bo'lishi sababli, o'rta asrlardan tuziluvi sababli, u vaqtdagi fan o'sishi, geografiya bilimlari, geodeziya bilimlari tuban bo'lishi sababli, mana shunday azmi tugalsizlik qibla yo'nalishini belgilovda biraz ayırma hosil bo'lgan deb hisob qilaman. Chunki bizning Qozonda ikki masjidimiz, Rashadiy masjidi ham Apanay masjidi bir vaqtda tuzila boshladi. Ammo shu ikki masjidning da qibla yo'nalishida ayirmasi bir neqadar bor. Agar ular bir vaqtda tuzilgan bo'lsalar, ularning qibla yo'nalishlari hech shaksiz tangal kelar edi. Mana bizning masjidimizning gradus shunday ko'rinarlik bu hech shaksiz bizning masjidimiz Qozon xonligi vaqtidan burungi vaqtidan keluv rastlaydi. Хватило? Все. Ага. В ходе проведения геодезических работ, измерений, я, студент Казанского федерального Поволжского федерального университета, измерил углы Апанайской мечети для вычисления нахождения направлений на Мекку. После вычислений выяснилось то, что Апанайская мечеть имеет направление ошибочное примерно, точно, на 28 градусов 52 минуты. В результате измерений системы координат GS-84 были найдены точные направления, направления были зафиксированы. Нарисованный угол составил 195 градусов 22 минуты. Был бы нашлянный нашляр, Аллах разаловачим басом.
смотрит на себя.